gazli ichimliklar ichish mumkinmi yo'qmi? Ha, Mumkin emas haqqimizni deyilgan juda yaxshi menga. ko'ragan savol. Menga mumkin emas Yo'q. deyilgan. Oshqozon, ichak saratonlari bo'lsa, gazlik suvlar mumkin emas. Lekin bizani xalqimiz juda yaxshi ko'radi. Siz borjomilar haqida gapiryapsizmi yoki umumanmi? Umuman misol uchun Pepsi, Cola, Fanta shunaqa. Ular tegi o'zi zarar hammaga, lekin undan bunda odamzod ichib turish mumkin. Undan hech kim o'lib qolmaydi, lekin ko'p miqdorda ichsa u jigarga ham ziyon. Yo'q, endi har zamonda ichardim ilgari. Yo'q, Hozir to'xtatib qo'yganman. O'tgan shamollashida sizga aytyapman, dieta kerak emas. Juda kuchli dieta. To'g'ri, sitrus mevalarni ham juda ko'p yeyorsiz, nafasingiz siqilib qolishi mumkin. Agar sizda qovun yoki klubnikalar, qizil, achchiqlar yeyorsiz, u nafasingizni siqib qo'yishi mumkin. Lekin u narsadan o'zi tegmaysiz-ku siz. Odamzod nima yeyish mumkin bo'lsa, hamma narsa sizga mumkin. Strogiy dieta yo'q. Ko'nglingizni xotirjam qiling. Hop, Yashang, rahmat, sog' bo'ling, iloyim. savollar bormi yana? Yo'q, bo'ldi shekilli. Bo'ldimi? Salomat bo'ling.